hozirgi paytda erkaklarga tekkan kasallik bor. 8:30 da ko'rishamiz deydi-da, 8:50 ga yetib keladi, 9 ga yetib keladi. Ya'ni bezrayib kelib oldinga indamasdan so'rashib, hech narsa bo'lmaganda keladi-da. Hozir ko'pchilikda mana shunaqa narsa bor. Erkak 8:30 ga misol uchun kelishdimi, yetib kela olmadim, telefon qilib uzr, yetib kela olmadim aytilgan vaqtga deb bir og'iz aytib qo'yish kerak-ku. Erkak kishida lafz bo'ladi, hamiyat bo'ladi. Gapirgan gapiga javob qo'yish kerak-da, liboy paytda. Ko'p erkaklarda hozir mana shu narsa bor-da. Haydasan desa, mana shu yerdan hozir 5 minutda yetib boraman deydi, 50 minutda keladi. Talba yo'q. Qanaqa bu? Erkaklar faqat u salla o'ylagan narsa bilan emas-ku. Odam unaqa bo'lmaydi. Ko'pchilik mana shu narsani to'g'rilab olish kerak. Liboy joyda, liboy vaqtda o'sha gapirgan gapiga javob qo'yish kerak. Mana shu vaqtda boraman dedim, borish kerak. Bora olmadimmi, telefon qilib uzrimni so'rab qo'yish kerak. Shuni ham o'rgatish kerakmi?